Diqqat aholiga tezkor ajoyib xushxabar. Gaz yetib bormaydigan qariyb 2000 ta mahalla elektr bilan isitiladi. Rasmiy xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda tabiiy gaz yetib borish qiyin bo'lgan minglab mahallalar uchun yangi tizim joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Qariyb 2000 ta mahalla elektr isitish tizimiga o'tkazilishi mumkin. Barcha tafsilotlarni hozir birma-bir tushuntiramiz. Siz esa ushbu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Agar mamlakatimizdagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchi bo'lib bilib borishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. 27-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg'i energetika sohasidagi ustuvor vazifalar muhokama qilingan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda tabiiy gaz bilan ta'minlash qiyin bo'lgan hududlar uchun yangi yechim taklif qilingandi. Ma'lum qilinishicha, 1916 ta mahallani elektr isitish tizimiga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Buning uchun mas'ullarga 3 oy muddatda zarur hisob-kitoblarni tayyorlash topshirildi. Jumladan ushbu mahallalarni elektr isitish tizimiga o'tkazish uchun qanday infratuzilma kerakligi, qo'shimcha qancha elektr energiyasi talab qilinishi va bu ishlar uchun qancha mablag' zarurligi aniqlanadi. Shuningdek, birinchi navbatda moliyalashtirilishi lozim bo'lgan mahallalar bo'yicha alohida dastur ishlab chiqiladi. Yig'ilishda suyultirilgan gaz ta'minoti masalasi ham muhokama qilindi. Hozirgi kunda mamlakatda 3.700.000 ta xonadon suyultirilgan gazdan foydalanmoqda. Tizim rejalashtirilgan va tartibga solingan bo'lsa-da, gazni iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish bilan bog'liq muammolar hali ham mavjud. Shu sababli suyultirilgan gaz yetkazib berish xizmatlariga xususiy sektorni jalb qilish taklifi ma'qullangan. Bu tizimni dastlab Andijon viloyatida yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Demak, gaz ta'minoti qiyin bo'lgan hududlarda aholini isitishning muqobil manbasi sifatida elektr energiyasidan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Azizlar, shu bilan bugungi yangiligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Iltimos ushbu videoga like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.